Assalomu alaykum. Sana ishlayapsizmi? Sağlıklar harmanlar. Daşı. Ham bugün bir komfort maşınlarını düşürüp versek. Hatta mali bulanlar her xil turundan var. 204, 105 primerleri. Vallahi. Paket kod makinelerimiz var. Şu birinci navbatda şu taxodan başlasak. Taxo 23-yıl. 23-yıl. Probiki 30 bin yurgan. 30 bin yurgan. Kraska 100% родной. 100% ha. Ya bakın. Tamam. Ya şu taxoçalar 50 bin alsam. Tonirovka olduğunu. Neçe? Beni görsünler yapmayın. Ana rahmat sana. Şimdi bu muat emas, prosto içinde kim oturganını görüş gerek bu. Hem taxoçalar dumasdan yürüyden, dumasdan yürüyden. Taxonu minasandan işlerin içinden şimdi girmedi, 30 ayda biliyorsan. Peki senin niye batırdı? Düzgünlü? Az biraz güzel veremem. Kadırla kaplı çıkarız. Ne onu görürsünüz? Senin niye adam insan leke taxonun içinde görsen bir imkan sizin yani yarıma gelip kazansın. Sen görsen miydi? Sen ben hem niyet etip koyma, tembolim ben patpis işlerimizden niyet etip koydu. Like'larına basaslar, niyet etkenler basar. Kadırla patpisçilerimiz şu kanalımızda neçə dənə patpisçikimizdə var. Bizə üçün həmməsi kadırlı. Həmməsi kəmində düşündüyüm maşınların həmməsi minci. Nəsbəsi həmməsi var. Bize verişimiz nasip etsin. Razı var mısın? Nereden olsa ne kadar nereden nesbesi. Ese size. Ahmet, kuvvet. Rahmet ağa. Basavarın. Hop, taxonu pulunu aytib ketmadingiz ağa? 70 binden gelişip paramız. 70 mingdan gelişib berasiz. Gelişip paramız. 33 binden gelişip paramız. Radnoy, kilometre atılgan. Gelip Buni yo bir aytib turadilar, bir 20 ming, 30 mingga bo'lsa, 20 bin dolar etkenseler haftalık kültet çıkart paramız. yo'q ay. 22%dan mi? Çıkart paramız ama 22%. Bo'ldi ağalar. Eshitdingizlar? Taxoni 20 ming dollar bilan kitsangizlar bo'ladi ekan. Xo'p, hammamizga nasib etsin. Akamizga berish iloji boricha. Keyin o'zlarimizga. Navbatdagi mashinamiz Monza 1.5 atmosferli. Bilasizlar, bunga 80 ham solib haydab bo'ladi. Motori benzin saylamaydi. Shuni mikrofonni qo'yib bersam 1 minut. Xo'p, podpischilar. 1.5 atmosferli, kraska 100% родной, 4 dona yumshoq balon, archa balonlar qo'yilgan. Tonirovka razishenasi bor mashinamizni. Yurgani 35209 probeg yurib turibdi. Ichish holati ham yaxshi. Narx-navolari qiziq bizlara. Narx-navosi 210 million so'm aytilib turibdi ekan. Narx pullar ustida kelishadigan yeri bor. Bemalol kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p, endi ko'p podpischilarimizga Malibular qiziq. Malibu XL'dan boshlaymiz. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 24-yil salondan olingan. Bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Icherinda petno, sarafina, kraska hech narsa yo'q. Xo'p, Malibu 23 benzinda ekan, avtomatda yozib qo'ydilar, 28 ming probeg, 410 million. Yo'q, 410 million emas, og'alar. Mashinani 385 million so'm bo'lsa kitsangizlar bo'ladi. Malibu XL'ni 385 million so'm. Ne deydi? Yana ustunda kelishadigan yeri bor. Niyat etganlar bo'lsa, havas etganlar bo'lsa, like'larni bosasizlar. Like'lar sizlardan, ko'rsatib berish bizdan. Yaqinda bir gap chiqib ketadi. Premierdan XL uzun deb. Uni hech avos yo'q ekan, og'alar. Ikkisi bir xil ekan, Premier bilan razmer, santimetr bilan santimetr, ikkisi bir xil. Buni narx-navosini aytdik, 385 million so'm, ustida yana kelishadigan yeri bor. Navbatdagi Premier mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, balonlar qo'yilgan ekan, 4 dona yumshoq balon. 22-yil Malibu Premier. 2 turbo bo'ladi o'zi. 50.800 probeg yurib turibdi. Narxi 335 million so'm. Yo'q, og'alar, buni bahosini sindirib aytaman. Bahosi 320 million so'm, ustida kelishadigan yeri bor.
Primerni 70 million so'm bilan minib ketsangizlar bo'ladi Malibu 2 Primerni. Lekin og'alar, men sizlarga bir narsa aytib o'taman. Malibu Excel olgan yaxshimi yo Malibu Premier olgan yaxshimi? Shuni bir yozib yetsangizlar, xudo xolasa. Boshqalar ham bir qiziqib, boshqalar ham qiziqda u narsa shu uchun. Xo'p, Equinox'lar ham bir aytib o'tamiz. Mashinamiz 2023 eng fulli. Xo'p, 23-yil benzinda 15.000 probeg yurib turibdi ekan mashinamiz. Narxi 440 million. Yo'q og'alar, men sizlarga hozir buni narxini aytaman. 435 million so'm bemalol eksangiz bo'ladi. Hech yerida kraskasi yo'q, bemalol tekshirtirib olsangiz bo'ladi. Xo'p. Bunda 25 dakika o'tdi. 25. Equinox 2025 benzinda 0.10 probeg. Shot og'alar, hali birinchi nomer olinmagan demak. 470 million so'm. Yo'q og'alar, 470 million so'm emas. Narxini 465 aytamiz. Yana ustunda kelishadigan yeri bor. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Gap nima? Javob shu aytilib turgan gaplari. Sen shuning davading desangizlar, kelib to'g'ri o'zimiz yuzlashsangizlar, xudo xolasa shu bahoda qo'ldan kelgancha aytib beramiz. Bunda 440 million so'm bo'libdi ekan. Buni hozir proyektlarni ko'ramiz. Chiqib turgan bo'lsa. Hop. Perigon ekan bu og'alar, yana ko'rsangizlar 1000 probegda turibdi mashinamiz. 1000 probegda. Navbatdagi mashinamiz Zetaur X70 Plus. Ko'p og'alarimiz qiziqadi bu mashinani, odatiy 50 model ham o'zim Dersi ko'rsangizlar. Equinox ham baland mashinamiz. Durishundan ko'rsangizlar bo'ladi. Equinox ham baland. 50 model ham chiroyli chiqqan. Xo'p, X70 Plus 23-yil 20.000 probegda turibdi. 20.000 probegda. Narxini 280 million so'm aytib turibmiz og'alar. Yaxshi holatda. 20.000 probeg. Neda boy ekan deyishning 30 ming yurgan Monzani arzon pul bilan baribaradan. Buni egasi bizlara zarurchilikdan tashab ketgan. Aytsakim, shuning bir joy olyaptimi bilinmay shuning narsalar bir azon problema chiqqan ekan. Shunga zarurchilikdan sotyapti og'alar. Kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Bahosini eshiting. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 atmosferni 30 ming probegda turgan Monzani sizlarga 202 million so'm bo'lsa beramiz. Nima deysizlar? 202